burunroq kelmabman. Burunroq kelganimda balkim bundan ham yaxshi bo'lib ketarmidim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizni больницамizga qanaqa shikoyat bilan kelgansiz? Hozirgi ahvolingiz qanaqa? Shikoyatimni insul bo'lib kelganman. 3 oy bo'ldi insul bo'lganimga. Hozir kelganimga bugun 5 kun bo'ldi. Kelgan holatimda juda ahvolim og'ir edi. Oyoqlarim bosilmay, qo'lim qimillamay, tilim g'aldirab, tilim so'z zo'rg'a tushunardi gapimga. Hozir yaxshi mutaxassislarni ish faoliyatlar bizga bergan e'tiborlari bilan mana meni lecheniya qilgan qizim o'g'loy massajchi, mana qo'llarim qimillab qoldi, oyog'im bosdim, mustaqil bo'syapman. Keyin terapevt vrachimiz Umidjon juda yaxshi bola ekanlar, xushfe'l. O'sha so'zlarni o'zi ham davolab qo'yapti meni. Zarnigor bor ekan, o'kil qilyaptilar. Yinlarni menga kirganini ham sezmayapman. Ertalab kelib shunaqangi yaxshi xushmuomala bilan, shirin so'z bilan davolab qo'yapti. Qizlar juda yaxshi. Bular shikoyatim yo'q, minnatdorman bulardan. Aynan mana shu klinikani kimdan eshitdingiz? Kim orqali keldingiz bu yerga? Bu klinikani birinchi singlim yotdilar, 10 kun keyin akam yotibdi. Menga keyin har joylarda yuravermay shu klinikaga bir kelib lecheniya oling deb tavsiya qilishdi. Yo'q, kelib yaxshi lecheniya olyapman, rahmat. Eng menga yoqqan tomoni mana pastellarni yangi berishar ekan, chiroyli. Kayfiyatim ko'tardi. Xonasi ham toza havo, barhavo, tinchlik, osoyishtalik, hamma yo'q yaxshi, ko'nglimda edi.